Assalomu alaykum hurmatli fermerlar va dehqonlar, bog'bon akalar, piyoz ekkanlar va chisnoy ekkan akalar. Bizni videoda oxirigacha ko'rmasanglar bo'lmaydi, juda ham foydali maslahatlar bo'ladi, xudo xolasa. 9-yanvar 9-aprel Jamshid aka bilan shunaqa chiroyli dala maydonga kelganmiz. Bu dala maydonda o'tgan safar ham video qildik. Kasallik bo'yicha. Narigi tarafda qilganmiz. Uy taraf, ikki etajli uy tarafda qilganmiz. Ash videomiz ham juda ko'pchilikka foydasi tegib 25 mingtadan oshiq prosmotr oldi akalar. Endi bu safar bu chisnoy dalasini ham qo'shib qilmoqchimiz, xudo xolasa. Dalani o'rtasidamiz, ikki tomonda ham. Bir tomonda chisnoy, bir tomonda piyoz. Jamshid aka, nima haqida ma'lumot beramiz? Kasallikni ko'ryapmiz, o'ta chiroyli holatda soqayib, barglari o'sib, go'zal bo'lib qolibdi piyoz. Xo'p, Azbek, biz hozir bugun sarimsoq ekin maydoni va piyoz ekin maydoniga keldik. Shu endi ma'lumot sifatida bu yerda ko'pchilik yana bir lovoni aytib o'tib ketaman. Undan tashqari o'sha bizning natijamizni ham aytib o'tib ketaman. O'sha bizni Impact Gold va Tilt Gold preparatlarimizni mana bu ekin maydoniga bergandik. Hozir kelib ko'rsataman. Jamshid aka, shu videoda kommentariyasida negativlar ham ko'p bo'ldi, bilgan bo'lsangiz, aqlli odamlar ham. Mayli, negativlarga e'tibor bermaymiz. Biz o'zimizni qilayotgan ishimizni o'sha ko'rsatib o'tamiz. Natijalarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Xo'p, hozir mana shu ekin maydoni har qayerda sarg'ayib, qiynalib yotgan joylari bor edi. Mana men ko'rayotgan bo'lsangiz, mana Mamitlar ko'm-ko'gida sal narirog'i uni sarg'ayib yotuvdi. Mana shu joylarga hozir biz nima dori vositalarini qo'lladik, o'shaning natijasi bo'yicha kelib ko'rsatib o'tib ketamiz. Akalar, yana shuni aytib o'tib ketay. Hozir Jamshid aka bilan egasi bilan gaplashib, keyin video qilyapmiz dalaga kirib. O'zi egasini chaqirtirmoqchi edik, hozir ketib qolganlar uchun anaqa qilmadik. Ota nima edi, chaqirtirib o'tirmadik, ishlari bor ekan. O'shanga o'zimiz bir anaqa qilamiz. Xolis videoni xolis yoritib beryapmiz, misol uchun. Hop, aytaylik, bu ekin maydoniga Tilt Gold bilan Impact Gold preparatimizni bergandik. O'sha bir necha bor aytib o'tganmiz. G'alla ekin maydonlarida shu bilan birgalikda mana shu piyoz ekin maydonida sklerotinioz degan kasallik tarqalib ketyapti. O'shaning simptomlari haqida ham ma'lumot berib, undan tashqari preparatlar to'g'risida ham ma'lumot berib o'tib ketgandik. Mana o'sha preparatlar shu joyga sepilgan. Mana shu joyga sepilgandan keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, mana sarg'ishda olib qurib, mana kelib yaqinroqdan ko'rsating. Ko'rsatyapman. Mana yaqinroqdan ko'rsat, sarg'ishda olib qurib, to'xtab, mana o'suv nuqtalar o'sha oqarib qolib, barglarning uchlari oqarib turib, o'suv nuqtalar qo'yib yuborgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Aynan bir hafta u qop-qora bo'lib o'syapti, go'zal holatda. Chiroyli qo'ydim, rangi qop-qora rangi holatga kiryapti. Mana shu asosiy bizlarga beradigan ma'lumotlarimiz. Xo'p, endi biz bu ekin maydonga qanaqa preparatlarni ishlatdik? O'sha sklerotinioz kasalligidan keyin o'simliklar, zamburug'lik kasalligidan keyin o'simliklar chuqur stressga tushib qolgan. Ko'p ekin maydonlarida shunaqa narsa bo'lyapti. Endi biz bu ekin maydoniga ikki xil stimulyator qo'lladik. Ikkita stimulyator deganda bittasi Lowo Gold preparatimizni, shu bilan birgalikda Biodux preparatimizni qo'lladik. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ranglarini tiniqlashtirib, qoraytirib, yaxshi effekt beryapti. Undan tashqari, ya'ni qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Kechagi yomg'irga ham foydasi bo'ldi. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, yomg'irdan bo'lgan bo'lsa-chi deyishligi mumkin. Aslida sklerotinioz kasalligi namgarchilikda, undan tashqari sovuq ob-havolarda tez rivojlanib ketadigan kasallik turiga kiradi. Kasalliklar sirasiga kiradi. O'shaning uchun ham biz misol uchun yomg'ir foydasini shu tomonlama aytamiz, dorining foydasini shu tomonlama ham ko'rsatyapmizki, faqatgina yomg'irning natijasi emas, ekin maydon chanqab turganda, shu chanqab turgandan keyin, mana suv qo'ygandan keyin aytaylik, Lowo Gold preparatimizni shu bilan birgalikda Biodux preparatimizni ta'sirini ko'rsatib o'tasiz. Hozir alohida ta'kidlab o'tamiz. Lowo Gold preparatimiz ekinni bo'yiga, rostiga bergan, ko'rayotgan bo'lsangiz. Undan tashqari Biodux preparatimiz ekinning immunitetini ko'tarib turib, dala ekin maydonini ko'rayotgan bo'lsangiz, bir tekisda sekinstalik bilan o'sishni boshlayapti. Bo'ylarini rostini bir xil qilib qo'ygan bu ko'rinishda bo'lyapti. Mana shu asosiy simptomlardan biri, mana shu biz aytaylik, birinchi davo choralari sifatida Tilt Gold preparatimizni va shu bilan birgalikda Impact Gold preparatimizni berdik. Undan tashqari ekin immunitetini ko'tarishga, holatini yaxshilashga, ozuqaga bo'lgan talablarini, bargdan oziqlantirishga bo'lgan talablarni qondirish uchun o'sha Lowo Gold preparatlarimizni berib turib, stimulyatorlarni ham birgalikda integratsiya qilgan holatda sepib turib, mana shunaqa natijaga erishdik akalar, xudo xolasa. Undan tashqari mana bu ekin maydoniga ham ko'rsatib qo'yasiz. Bu ekin maydoniga ham, sarimsoq ekin maydoniga ham bu endi buni alohida ta'kidlab o'tish kerak bo'ladi. Bu ekin maydoni shu kungacha birorta ham
kimyoviy preparat ishlatilmasdan turib yetishtirilayotgan toza organik holatdagi sarimsoq ekin maydoni. Bu ekin maydon, bu qo'rqmasdan bu mana shu ekin maydonga birorta ham kimyoviy pestitsidlar yoki bo'lmasa kimyoviy insektisidlar yoki bo'lmasa kimyoviy fungitsidlar birortasi tushmadi. Faqatgina mikroorganizmlarga asoslangan, misol uchun Argamikes, Pseudobacter shu bilan birgalikda Arganitin, Arganit mikrobiologik o'g'itlar, shu biofosfor, kaliy o'g'itlarini ishlatib, shu bilan birgalikda Lowogoldimizni shu piyoz ekin maydoniga qo'llaganda Lowogold preparatimizni va Biodux preparatlarimizni qo'llab turib, mana shu ekin maydonini toza sof holatdagi organik mahsulot sifatida yetishtirib olib kelyapmiz. Mana ko'rsatasiz, sal nariroqda ham o'sha 2 gektar, bu 70 sotiylik, nariyoqda 2 gektarlik ekin maydon bor. Sarimsoq ekin maydoni. Mana shu ekin maydonlarni sof holatda organik mahsulot sifatida, organik sarimsoq ekin maydoni sifatida bemalol misol tariqasida ko'rsatamiz. Bu ekin maydoniga o'sha etiklik kasallikligi, shu bilan birgalikda zarar kunandaligi hech qanaqa kimyoviy kurash choralarini qo'llamasdan faqat mikroorganizmlarga asoslangan fungitsidlar va bioinsektisidlar va biofungitsidlarni ishlatib yetishtirib kelyapmiz. Jamshid aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Akalar, videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab. Azmi yana bitta uzr shu joyda to'xtatib o'tamiz. Endi hozir piyoz maydon kasalligi kuchli chalinganligi uchun buni kurash choralarini qo'llaganimizdagi endi bo'ylari o'sib chiroyli rangga kirayotgan bo'lsa, sarimsoq ekin maydonini shunday ko'rsatasiz. Qarang, bir tekisda bo'yi bitta lenekida tortib, bitta chizib tortib qo'yganga o'xshagan holatda bo'lib turibdi. Juda ham go'zal holatda akalar. Mana videoda ham o'zingiz ko'ring, ko'rinib turibdi. O'zi bir tekisda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta chiziq tortganga o'xshab. Balan hamma yo'g'i bir xil akalar. Xudo xolasa piyozimiz ham xuddi shunaqa mana. Piyozimiz ham xudo xolasa bir haftalarda xudo xolasa shunga olib keladi. Bo'ylarini, rostlarini bir xil qilamiz. Ko'pchilik savol bo'ladi. Shuni endi videoni yakunida aytib qo'yamiz. Bo'yi baland past bo'lib qolyapti, valna bo'lib qolyapti deb aytishadi. Misol uchun mana shu shunaqa holatga keltirish uchun, ekin maydonlarini shunaqa holatga keltirish uchun ikkita endi siri bor. O'zini o'sha Lowogold preparati bilan Biodux preparatini birgalikda qo'llashsa, samarasi juda ham zo'r bo'ladi. Biodux preparati ham alohida o'sha regulator rost rasteniya xususiyati bor. Ekinlarning bo'yini o'shini to'g'rilab beradi. Shu bilan birgalikda hosildorligi ham yaxshi samara beradi. Biz ikkita stimulyatorni integratsiya qildik. Bir-biriga uyg'unlashtirganimizdan keyin natijani ko'ryapsiz. Juda ham chiroyli, ajoyib bo'lib turibdi. Ko'rinib turibdi aka. Ma'lumotlar uchun rahmat Jamshid aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Akalar, kanalga obuna bo'linglar, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlanglar. Qanaqa savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishinglar mumkin. Albatta, xudo xolasa javob beramiz. Rahmat Jamshid aka, ma'lumotlar uchun sog' bo'ling.